Inhadan ketganingizdan beri bu birinchi marta Birinchi intervyu, mana eksklyuziv bizani muxlislarimizga. Kerak bo'lsa Inhani nomini kerak bo'lsa Inhani olib tashlab, kerak bo'lsa boshqacha bir international university qilamizmi, technical university qilamizmi deb o'ylab qoldim. Keyin birdaniga men ketdim. Uncha ko'p ma'lumot yo'q nimaga ketganingiz, nimaga ketdingiz? Nazigina hozir yomonlashib qoldik. Muzaffar aka, sizni men o'zim qisqacha tanishtiraman. Siz Inha universitetining sobiq rektori, hozirda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetini raqamli transformatsiya bo'yicha prorektor hisoblanasiz. Meni diqqatimni tortgan va albatta ko'pchilik biladigan faktlardan bittasi bu siz 32 yoshingizda O'zbekistondagi eng yosh rektor bo'lgansiz, to'g'rimi? Shunaqa bo'lib qolgan. Qanaqa bo'lib qolgan bu? Biz Koreya bilan o'sha do'g'rimiz tugash kerak edi, 5 yil yana o'tdi. Ularni qo'yayotgan usloviyasi o'sha bir 10 yil oldingi usloviyadan o'zgarmadi. Men unga qarshilik qildim. Kerak paytda prokuror edi, kerak paytda sudya edi, kerak paytda advokat bo'lasiz, kerak paytda yomon adab bo'lasiz, yaxshi adab bo'lasiz. Diplomatiya. Nimaga diplomatiya? Tanladingizmi o'zi yo tayinlandingizmi? Yo'q, tanladim. To'xtadim o'zim. Mana qarang, Inhaga kelganingizda Inha hali yangi. Diplomatiya bu уже katta monster. И siz buni hozir o'zgartirmoqchisiz. Da? Zo'r. Men sizga undan ham takko bir sal katta narsani aytaman. Qarang, chuqurroq temalarga kiramiz. Yo'q demasangiz. Muzaffar aka, oliy ta'lim masalasi. Umuman gapni O'zbekistondan boshlaylik mana. O'zbekistonda oliy ta'limga qiziqish kamayapti degan gaplar bor. Hozir diplom unchalik muhim narsa bo'lmayapti hozir. O'zim ham to'g'risi bu oliy ta'lim, oddiy ta'lim bunaqa degan narsaga qarshiman. Ya'ni hozirda bu savolni o'zi berishimiz kerak. Berilyapmi bu savol hozir? Yaxshi, boshlaymiz unda? Da. Muzaffar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bilan Gashtagga. Taklif uchun rahmat. Muzaffar aka, sizni men o'zim qisqacha tanishtiraman. Siz Inha universitetining sobiq rektori, hozirda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetini raqamli transformatsiya bo'yicha prorektor hisoblanasiz. Ko'pchilik baribir taniydi-yu, lekin o'zingizni qisqa tanishtiradigan bo'lsangiz, siz kimni tanishtirasiz odatda? Men o'zimni Muzaffarman deyman. Shu rektor bo'lganimda ham Muzaffar edim. Hozir endi o'sha 86-yil tug'ilganman Toshkentda. Oddiy shu injener, muhandis va vrach oilasida. Shu bitta kampta singlim bor. Harakat shu nima desam 5 qaroqash turaman Toshkentda. Endi o'zim soham bo'yicha o'zim aloqachiman, svizist. Shu keyin IT engineering o'qidim. Keyin shu bilan ko'proq corporate managementga qarab ketdim. Mana hozir salkam 7 yil Inhada rahbar bo'lib, hozir mana diplomatiyaga o'tdim. Ajoyib. Siz juda ham qiziq sohalarni kesgan joydasizda. IT va texnologiyalar va ta'lim. Ta'lim bo'lganda ham oliy ta'lim. Bu bir-birini qo'llab-quvvatlab keladigan, ba'zi joylarda bir-biriga balki qarshi keladigan sohalar. O'shanga bugun ko'proq shu sohaga biz urg'u beramiz, xudo xolasa. Ani huk berish kerak ko'rayotganlarga. Nima haqida gaplashamiz deganda, bizning tomoshabinlarga bugun asosan ta'lim, oliy ta'lim haqida gaplashamiz va shu suhbat jarayonida siz o'zingiz tajribangiz, Inhada qilingan ishlar, mana hozir diplomatiyada rejalashtirayotgan ishlaringiz va umuman kelajakda nima rejalar borligini suhbatlashamiz. Meni diqqatimni tortgan va albatta ko'pchilik biladigan faktlardan bittasi bu siz 32 yoshingizda O'zbekistondagi eng yosh rektor bo'lgansiz, to'g'rimi? Shunaqa bo'lib qolgan. Qanaqa bo'lib qolgan bu? Bu o'ziga yarasha challenge bo'lgan. Chunki birinchi marta tarixda haqiqatda bo'lmagan oldin bunaqa shunda to'g'risi birinchi navbatda odam o'zi ishonishi kerak shunga. Boshqalar ham bu videoga ishonishmagan, lekin katta maktab bo'lgan men uchun bu Inhada. Chunki Inhaga endi kelganimda shu ilmiy markaz bo'lardi, haligacha bor, ya'ni Unicorn degan. O'sha yerda direktor o'rinbosari bo'lib ishlardim. Endi to'g'ri shu kungacha har xil Koreya, O'zbekiston loyihalarini koordinator bo'lib ishlaganman. Inha ham ochilayotganda ishchi guruhda baribir qatnashganman. Chunki Koreyada tahsil olgansiz, koreys tilini bilasiz, ya'ni Koreya sizga begona joy emas. Begona emas. Bo'lmagan o'sha paytlari. Ikkinchi bir kichkina bir qo'shtirnoq ichida vatan desa bo'ladiki, endi qo'polib ketgan, lekin albatta o'zi vatan o'zi bitta, lekin Koreya baribir shu yerda ancha nima desam ko'p vaqtim, ya'ni o'sha ta'limim ham, ish o'rganishim boshqasi ham ketgan. Koreys tilini bilaman, koreys madaniyatini yaxshi menga tanish.
Va albatta ta'limda endi dars berib yurardim. Misol uchun shanba kunlari Toshkent axborot texnologik universitetida proyekt menejmenti bo'yicha magistrlikka dars berardim. Shu dars berishimni ham baribir Inxda ham davom ettirdim. Ya'ni bunda boshqarish, birinchi rahbar bo'lish bo'lmaganman. Shuning uchun men uchun katta bir sinov bo'lgan. O'ziga yarasha muammolar bo'lgan u paytda shu muammolarga fokus qilganman. Ya'ni bu yerda 2 yillik plan qilib olganman o'zimga. Inxa esimda bor. Inxa 2020 degan plan qilganman. Bu rektor bo'lganingizdan keyin. Shu 18-yil avgustida kelgan bo'lsam, yana birinchi navbatda qilinishi kerak bo'lgan ishlar bu o'sha magistraturani ochish, yotoqxona o'zimdanki bo'lishi kerak edi. Keyin bir akkreditatsiya bilan bog'liq bo'lgan masalalar, diplom bilan bog'liq bo'lgan masalalar bor edi. Keyin Koreya bilan shartnomani tugatuvdi, uni yangilash kerak edi. Bu ham challenge yarasha. Bu hammasi 1 yil ish edi-da. Shunga bu ham o'ziga yarasha katta, demak, birinchi navbatda komanda. Chunki men o'zim bitta o'zim ish qila olmasdim. Ya'ni men harakat qildim. Birinchi qilgan ishim atrofimga o'zimdan ham aqlli bo'lgan odamlarni yig'ishga harakat qildim. Nafaqat bilim nuqtai nazaridan, balki tajriba nuqtai nazaridan ham. Va shu kungacha mana nima ish qilmagan bo'lsa, hammasida nima mana shu komanda bilan birgalikda qilganmiz. Shuning uchun men deb aytish yomon ko'raman, bu jamoamiz. Ya'ni Inxa bu har doim jamoasi bilan Inxa bo'lgan. Inxa albatta O'zbekistonda IT sohasi bo'lsin, ta'lim sohasi bo'lsin, juda ham ko'p natijalarga erishgan, juda ham ko'p odamlarga foydasi teggan ilmiy zavedeniya nima bo'lardi? Men o'sha o'rus degani qildim. Ilmiy dargoh. Ilmiy dargoh hisoblanadi. Lekin bu albatta birdaniga bo'lib qolmagan. Siz mana 7 yil yo'da rektor bo'ldingiz. Menimcha eng uzoq bo'lgan rektor siz edingiz. Undan oldingi rektorlar menimcha 1 yil, 1,5 yil, 2 yil shunaqa rektorlik qilishgan. Bundan olib qaraganda, ya'ni Inxani qaysi tomonda oyoqqa qo'ygan rektor siz bo'lasiz va mana bunga komandani va boshqa narsalarni o'rniga keltirdingiz. Inxani o'z umuman Inxaga kelganingizda yosh, 32 yosh, hali nima deydi, hali endi karyerani anaqani boshlayotgan va birdaniga rahbar lavozimiga kelganingizda 7 yil ichida hozirgi darajasiga olib kelishgacha bo'lgan asosiy challenge, mana 3 ta eng katta challenge shu bo'lgandi deb aytadigan bo'lsangiz, hozir mana orqaga qarab, nimalar edi va u challengelarni siz qanaqasiga yengib o'tdingiz? Meni bir ikkita narsa esimga tushib ketdi. Birinchi katta challenge bu o'sha to'g'risi umuman tushunib yetish, rektor umuman kim degan. Kim o'zi rektor? Mana qani shu savol men o'zimga berishga harakat qilganman. U rektor o'zi kim? Va men tushundim. Bu rektor bu birinchi navbatda albatta rahbar, bu domla emas. Ya'ni har doim aytishadi, domlalarni rahbar qilsa bo'ladi deb. Professorlikdan ko'tarilgan rektorlar bordi. Men nazarimda rektor bu menejer. Ya'ni bunda boshqaruvchi bo'lishga qobiliyatlari. Rektor bu ota-ona. Endi meni kesimda men ko'proq katta edim. Bu talaba nuqtai nazaridan qarayapmiz. Ya'ni bu yerda ikkinchisi albatta rektor bu kollega, ya'ni hamkasb bo'ladiki, nafaqat xodimlarga, balki professorlarga ular bilan teng kerak bo'lsa gaplashish kerak. Albatta men ularning hech qaysi darajasiga yeta olmasdim, yeta olmayman ham, chunki ular har bittasi o'zining sohasining mutaxassisi. Gap yoshda ham emas. Demak, bunda eshitishni bilish va ular bilan kerak bo'lsa o'sha teng gaplashishni bilish, bunda demak o'sha hamkasb bo'lish. Albatta bunda eng muhimi yana oilaparvar bo'lish. Oilasi esdan chiqish kerak emas. Kerak paytda endi sal hazil qiladigan bo'lsa, kerak paytda prokuror edi, kerak paytda sudya edi, kerak paytda advokat bo'lasiz, kerak paytda demak o'sha yomon adab bo'lasiz, yaxshi adab bo'lasiz va mana shu kачествоni o'rganishni boshladim. Rektorlik, ko'proq kitob o'qishni boshladim. Oldin unchalik kitob o'qimagan, ayniqsa boshqaruvlar bo'yicha. Va bu birinchi katta challenge bo'lgan. Ikkinchi challenge 1 yildan keyin men sal qolgan demak ishdan ketib qolishimga sabab endi o'ziga yarasha muammolar ko'p bo'lgan o'shanda katta bitta yig'ilishda sal ma'lumot noto'g'ri kirib ketib qolgandi tepaga. O'shanda Inxa degan so'z chiqib ketib qolgandi. Как-так Inxada shunaqa narsalar bo'lyaptimi deb keyin meni turg'izishgandi. Keyinchalik o'tib ketgandan keyin bu hamma narsaga joyi tushgan. Ya'ni bu yerda muammo nimaligini ayta olasiz? Diplom bilan bog'liq bo'lgan. Diplomni qanaqadir hali akkreditatsiya jarayoni oxirigacha yetmagandi-da. U demak o'tda 5 yil o'tish kerak akkreditatsiya bo'lish uchun universitetda, demak qanaqadir xalqaro ekspertlar jalb qilinishi kerak. O'zi yarashib, demak uning protsedurasi bor-da.
Bu O'zbekistonda ichki protsedurasi, to'g'rimi? O'zbekistonda Nafaqat akkreditatsiya uchun. O'zbekistonda. Dunyoda akkreditatsiyaga o'tish. Demak, shu protsess hali tugamagandi-da. Bu yerda ozgina studentlar shoshib qo'yishgandi. To'polon boshlangan keyin. To'polon bo'lgan. O'sha to'polonni sal qolgan. Shu kuyib ketishiga. Krizisda boshqaruv, kriz management. Nimalar o'rganasiz o'shanda? Krizning situatsiya bo'lgan, to'g'rimi o'shanda? Birinchi navbatda emotsiyani kontrol qilishni o'rgandim men. Ya'ni ancha spokойный bo'lib, yonib ketardim, portlab ketardim. Sal qattiqdir, kimdir negativ bo'lsa, "Ne unaqa bo'tadi?" va ichiga kirib ichira xodimlarni ushib tashirdim, keyin qaramayapsizlar debdi. Keyin bildim, что oldin tushunib olish kerak, bo'lgan ish bu bo'ldi. Demak, hozir eng yaxshisi bunda situatsiyani haqiqatda shunaqa payt sal trezve o'ylashni boshlar ekansiz-da. Aytadi, bitta ko'k choy damlab, to'pini yonga qo'yib, yaxshilab o'ylab shuni o'rgandim. Ikkinchidan muammon bilan gaplashishni ozgina qo'rqardim. Misol uchun, hali uncha tajribam bo'lmas, qo'rqardim deyolmayman. Ya'ni odamlar bilan, ayniqsa negativniy nastroyni odamlar bilan. Mayli, yaxshi o'tirgan odamlar bilan siz bilan gaplashish yaxshi. Lekin tasavvur qiling, bitta jahli chiqqan bitta student bilan ota-onasi o'tiribdi-da, hozir seni bir narsa qilamiz debdi. Hozir srochno hal qilib ber, men bolam, skажем, mana Germaniya yo Amerikaga ketish kerak, diplomini o'ta olmayapti, nima qilish kerak deganda, oldin gaplashishni o'rganasiz-da, odam sekin o'ta haqiqiy diplomatiya kerak o'tda. Buni o'rgandim, ya'ni bunda o'sha kerak bo'lsa o'sha diplomatiyani o'ta odamlar bilan kerak bo'lsa psixolog bo'lasiz, psixologiyani o'rganasiz. Mana mashinadan chiqsang, ikkinchi katta etap menga o'shanda 19-yil sentyabr hech qachon esimdan chiqmaydi. Mana mashinadan keyin, ya'ni odam o'zini to'g'ri tutishi kerak-da, har xil situatsiyada chiqib qolib, misol uchun, bu noto'g'ri ketgan, bu inhizor biz opamiz boshqalar aybdor. Tepada noto'g'ri gapiryapti desangiz, u noto'g'ri bo'lardi-da. Ozgina sabr qilsa, o'tib ketadi shu situatsiya. Ya'ni shunaqa bor, mana tarixda ham shunaqa ba'zi bir biz ko'p eshitganmiz, ba'zida skandal tepaga chiqqanda unga ba'zida e'tibor qilish kerak emas-da. Agar o'zingizga уверенный bo'lsangiz, hammasi normalligiga va ayniqsa o'sha o'zingizni xodlaringizni tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz, masalan uchun o'sha skandalga zatsiklyatsiya qilmasdan davom etish kerak ekanda. O'shani просто ishingizni qilib, o'shani keyin o'zi avtomatik yopilib ketar ekan. E'tibor berish shart emas degan. Qattiq e'tibor, qattiq zatsiklyatsiya qilish kerak emas. Muammo bor, muammoni hal qilish kerak. Muammoni hal qilish o'ylash kerak. Lekin juda unga bog'lanib qolish kerak emas. Muammoni faqat shuni обсуждение qilib o'tirish kerak emas. Uni sabablarini o'tirib olib hammaga dasturxon qilib o'tirish kerak emas, misol uchun-da. Bo'ldi, tushunarli, qayerda masala o'tgani, tez-tez u yog'iga o'tish kerak bo'lgan. Keyin shunaqa qilib hal qilganimizdan keyin haqiqatda juda chiroyli bo'ldi. Bu studentlar bo'ldi, o'zi hammasi normal, akkreditatsiyadan o'tdi, Koreyani shu diplomini olishni boshlashdi, chunki birinchi yilda даже koreyskiy diplom ham olishmagandir studentlar. Vaholanki va'da berilganda Koreya diplomi beriladi deb. Koreya diplomi 18 dan emas, 19 dan berilishi keyin boshladi. Boshqa universitetlarda ham bo'lgan bu muammo, tanish holat. Biz boshqa rahbarlar bilan ham gaplashdik. Bunaqa holatlarda albatta krizisda o'zini tutish bu juda ham kerakli skill. Mana 3 ta dedingiz. Birinchisi bu rektor bo'lishni o'rgandim, ikkinchisi mana krizisda o'zini boshqarishni o'rgandim, uchinchi challenge. Endi uchinchi challenge bitta to'g'risi vaqtni to'g'ri taqsimlash. Time management desa bo'ladi. Ya'ni nima bu gap task vazifalarni bajarishda emas. Ya'ni bunda to'g'ri universitet bilan bog'liq bo'lgan, universitetdan tashqari, ya'ni bu yerda turli yuqori turuvchi har xil tashkilotlardan tushayotgan tasklar, topshiriqlar bor. Ularni men bajarishga aytayotganim yo'q. Umumiy hammasini ish deb olsa, ish bilan o'zingizni личный hayotingiz, bu nafaqat oilangiz, bu o'zingizni misol uchun sport bilan shug'ullanishingiz, o'zingizni razvitiyingiz bilan bog'liq bo'lgan, misol uchun qanaqadir joylarda o'qishlaringiz, ya'ni shunaqa narsani to'g'ri balansda ushlashni o'rgandim. Muvozanatni to'g'ri ushlash. Bu juda muhim narsa-da. Ko'pchilik mana rahbar bo'lgandan keyin juda qiynaladi mana shu narsada, chunki zadaniya ko'pda, hammasini qilaman deb keyin ertaga chunki hammasini qilmasa, ertaga kaltayib qolishi mumkin. Undan qo'rqmaganmiz. Endi bilasizmi, men o'ylashimcha yaxshi savol berdingiz. Har doim endi qo'rqaman, lekin o'rtada balans qilishni o'rganish kerak edi baribir-da. Ham ko'p ham kuyish kerak emas degan gap bor-ku.
o'sha diplomat bo'lish kerak, bu aytganingizdek. shunaqa Psixolog bo'lish kerak. o'shanga mana diplomatik o'tqizishdi. To'g'ri. Diplomatik o'tishingiz haqida, o'zi alohida bu haqida so'ramoqchi edim. Menimcha, Inhadan ketganingizdan beri bu birinchi marta intervyu, mana eksklyuziv biz ana muxlislarimizga. Inha haqida ko'p zatsiklitsa qilmoqchi emasman, chunki Inhadan o'tdingiz, Inha haqida ko'p gapirgansiz, sizni ko'pchilik Inha bilan biladi, lekin hozir mana siz уже keyingi etapga o'tdingiz. Lekin keyingi etapga o'tishdan oldin Inha bilan bog'liq bitta ikkita savollarga aniqlik kiritmoqchi edim. Albattaki, siz shogirdlaringiz ko'p, talabalar ko'p. Bu podkastga tayyorlanayotganda ulardan biz feedbacklar oldik va umuman olganda feedback hammada Yaxshi narsa gapirishdim chiqadi. pozitiv. Achi-chuchu deydi, bitter sweet deydi-ku. Hamma ko'pchilik biladigan siz yutuqlaringizni nima qildi? Albatta 7 yil davrida Inha boya aytganimdek oyoqqa turdi, ko'p xalqaro tashkilotlar bilan hamkorliklar, ko'p talabalar, katta universitetlar ham, katta tashkilotlar ham, bu Facebook bo'lsa, boshqani Fangmang, boshqani qana deyshadi. Ularga kirishdi va bunda albatta sizni va siz komandangizni hissasi katta. Lekin LinkedInda sizni kuzatib boraman. Taxminan bu 2 oy oldin juda ham faol, hech qanaqa sizni ketishingiz haqida hech qanaqa anaqa yo'q, hech qanaqa hint yo'q. Hatto ketadigan manchik haftangiz yo ozgina oldin borib universitetlarda, boshqa hamkor universitetlarda leksiyalar beryapsiz, hamkorliklar qilyapsiz. Keyin birdaniga men ketdim. Rasmiy anaqangizda ham uncha ko'p ma'lumot yo'q nimaga ketganingiz. Undan keyin bir haftadan keyin men diplomatiyada boshladim va bu ko'pchilikning xayolida har xil savollar tug'dirdi. Informatsion vakuum bu yaxshi narsa emas, bilasiz. Vakuum bo'lgan joyda u boshqacha har xil ma'lumotlar bilan to'ladi. Hozir o'sha vakuumni har xil ma'lumotlar bilan to'ldirmaslik uchun nimaga ketdingiz? Shuncha raqamni bitta sirasini nimaga ketdingiz desam bo'lardi sanda. Hazil endi Inhada men уже 5 yil ishlaganimdan keyin odatda 5 yildan ko'p bitta joyda o'tirish ko'p men nazarimda. Bu meni o'zim raqamdan kelib chiqadigan bo'lsam, karyeram davomida men hech qachon misol uchun bir qanaqadir katta bir rivok qilib tepaga bir nima qilib chiqishni o'ylamaganman-da. Ya'ni birdaniga tepada o'qib qolgansiz. Yo'q, menda shunaqa bo'lganki, har doim yaxshi ko'rgan ishimni qilganman. Har doim agar ishdan zavq olmasam, mazza qilmasam, men ishlamayman o'tdi-da. Menimcha Inhaga juda ham mehrim ko'payib ketdi-da. O'shaning uchun ham qiyin bo'ldi ketish ham. Lekin 5 yildan keyin xolisini xohlamaysan, odam sekin komfort zonaga kiradi. Men komfort zonaga tushib qoldim. Bu men katta minus bo'ldiki, ya'ni odam baribir rivojlanishdan encha to'xtab qolmaydi-yu, sal sekinlashadi. Komfort zona deganda bu o'zingizni rivojlantirish, samaralizitsiya borasizlarmi yo universitetni rivojlantirish? Hammasini. Ham universitet, ham o'zim keyin ko'p kitob o'qishni boshladim. Keyin mana oldimga o'tgan yili такой bir слишком крезанутый bir unaqa qo'ydim, challenge qo'ydimki 50 ta kitob o'qiyman bir yilda deb. Yani shunchalik, zerikib qolganimdan emas, shunchalik hali komfort zonada tushib qolganimdan-da. Haftada bitta kitob taxminan? Da. Uddaladingizmi? Dahshat bo'ldi. Yaxshi ertalab misol uchun обязательно 1 soat yo'lda, chunki 1 soat ketadi ishga yetib kelgunimcha, 1 soat yo'lda, ish vaqtida обязательно 1 soat, kechqurun yo'lda yana qaytib borguncha 1 soat, uzun qilib olib, uzundan keyin hamma narsam chetga surilib ketdi-da o'sha paytda, yaxshi bo'lmadi. Va shuni oqibatida men ketdim leksiyadan dedi. Ko'p kitob o'qib yubordim. Biz oxirida kitob tavsiyasi segmentimiz bor, o'shanda sizdan zo'r tavsiyalar kutamiz unda. Kitob o'qimaydi. Rektordan tavsiyalar sizga. Endi balans bo'lish kerak-da, boyagi temaga qaytamiz. Keyin bunaqa qarasam, o'sha yana ungacha ham misol uchun Birlashgan Arab Amirliklari bilan O'zbekistonda bitta proyektda bor, Young Leaders Program degan, YLP degan proyekt, o'shaning ikkinchi fazasi boshlanganda, o'sha yerga yana yosh rahbarlarni yig'ish boshlashda har xil tashkilotlardan o'sha yerga topshirdim. O'tda o'qidim, 23-24 tugatdim. Yozlarda Dubayga o'sha yerda bor ishlar qildim. Keyin yana o'qishni o'ylab qoldim. Keyin mana shu bizning regionga kelgan ekan, Cambridge HP kompaniyasi bilan EdTech bo'yicha, ya'ni raqamli ta'lim bo'yicha demak executive programmasi joriy qilingan ekan. Shunga topshirdim. Keyin unga ham o'tdim. Keyin mana hozir shunda o'qib kelyapman hozirda. Ya'ni keyin qarashdi, menimcha buni haqiqatda prioritetlar o'zgargan. Haqiqat shunaqa bo'ldi. Haqiqatda Inha o'zi
уже xuddi bir nima yengillik qiladigan joy emas, xuddi juda bir komfortli joyga kelgandek kelardimda, to'g'risini aytganda. Bu yaxshi emasda. Ya'ni odam har kuni bir nima yengillik qilaman deb oldin mana shunaqa kelardimda, har kuni xuddi oxirgi ish kunimdek kelardim men. Любой payt hozir telefon bo'ladi, tepadan "Всё, sen bu yoqqa o'tyapsan" deb aytishadi. Sabab bormidi unga? Ha? Sabab bormidi unga? Qanaqa signallar kelarmidi? Yo'q. Bir narsalar bo'lyapti, unaqa. Yo'q. Asosan men qanaqadir masalan, может быть, oldingi joylarimda 1,5-2 yil ishlab o'rganib qolganman o'sha 1 yildan keyin, ayniqsa perioddan o'tib olganimdan keyin o'yladimki, bo'ldi endi bu yog'ini naviyanni sekin olishsa kerak deb ham. Har kuni nimadir yengillik qiyin kelardi-da. Har kuni nimadir qilish, bugun qilishim kerak, strechalar qo'y. Bu nima bo'lyapti? Bank bilan gaplash, bir bola hackathon, kompaniyani chaqir, davay, bichara xodimlarim вообще qiynalib ketardi-da, haqiqatda. Grafikim qo'yguncha bu yerda PR ishlardi, bu yerda boshqa bo'limlar, международный uchrashuvlar ham, lokal uchrashuvlar ham, международный поездкаlar вообще bosardi-da. Keyin aytmoqman, shu oxirgi mana shu anaqalar sal sekinlashganini o'zim ham sezdim. Mana shu narsa, может быть, tashqaridan bu narsa bilinmagandir. Просто men o'zim ichimdan shu narsani his qilishni boshladim. Ya'ni bildim, что men уже sekin o'zgarishim kerak, men o'zi nimadir yangi challenge kerak menga. Men уже mana частный, как бы получастный, полумеждународный, poludavlat sektori ko'rdim. 100% davlatnikini ham naверное ko'radigan vaqt keldi. Shunda bu proses, jarayon o'tgan yili sentyabr oylarida boshlangandi o'zi. Ya'ni birdaniga olingan qaror emas bu. Yo'q, o'shanda boshlangandi. Men bu narsani aytish uchun o'tgan yili boshida o'sha rahbarlar kirib aytganman. Mana shunaqa inisiativa sizdan chiqqan. Albatta. Ba'zi yana gap so'zlarga qaraganda, bu sababga universitetni moliyaviy qiyinchiliklari ham sabab bo'lgan degan gap so'zlar bor ekan. Endi moliyaviy qiyinchilikni olib qarasangiz, qayerda yo'q. Hamma joyda bor. Moliyaviy qiyinchiliklar har doim bo'lgan universitetda. Misol uchun endi shuni transformatsiya qilish jarayoni ham kelib qoluvdi. Ya'ni bu narsa undan oldingi yillari uncha bilinmasdi bu narsa. Shu o'tgan yil oxiri aktiv fazasiga kirishdi. Biz Koreya bilan уже do'g'rimizni tugash kerak edi, 5 yil yana o'tdi. Ularni qo'yayotgan yana shu usloviyasi o'sha bir 10 yil oldingi usloviyadan o'zgarmadi. Men unga qarshilik qildim. Bu yerda kerak bo'lsa Inxani nomini kerak bo'lsa Inxani olib tashlab, kerak bo'lsa boshqacha bir international university qilamizmi, technical university qilamizmi deb o'ylab qoldim. Shunaqa rejalar ham bor edi. Bormi hali? Shunaqa fikrlar ham bor edi. Reja emas hali. Tushunarli. Fikrlar bor edi. Va shunaqa bir katta jarayonlar boshlanib ketib qoldi. Menimcha o'yladimki, bu o'sha bemalol bo'lib qotib qolganimga sal anaqani jilovi qo'yib yuborganim bilindimi deb ham o'yladim. Men bu yerda o'zimdan qidirdim. Kimdir ayblash nimadir emas. Men ko'proq o'zimdan qidirishni boshladim. Ya'ni bu yerda faqatgina mana shu sabab deb aytish qiyin. В целом situatsiya shunga kelib qolganda, o'zim birinchi navbatda qaror qabul qilganim o'shanda ancha vaqt oldin, ikkinchidan уже nima desam ekan, o'zgarish vaqti kelgani, bu yerda koreyslarning do'g'ri ham уже kelib qolgan, uni o'zgartirish kerak bo'lib qolgan. Yangi model qilish kerak edi universitetga. Ya'ni tekushi modelda universitet misol uchun chetdan yordamsiz yasholmasdi. Haligacha shunaqa. Ya'ni uni transformatsiya qilish kerak edi u jarayonni. Buning uchun yangi qon kerak. Yangi qon kerak edi. Yangicha boshqacha fikrlaydigan odam kerak. Может быть, men уже boshqacha fikrlash emas, o'sha qanaqa boshida kelgan bo'lsam, uni sal o'zgarib o'sha modelda qolgan bo'lishim mumkin. Может быть, shu yoqqa. Shunda shu kandidat, будущий kandidat, hozirgi rektor Bobur o'zim og'aynim. O'sha endi u suhbatlardan o'tib, jarayon назначениеgacha ancha oldin bilinadi, baribir kim bo'lishi endi. Biz o'shanda o'tirib choyxonada gaplashib oldik. Transformatsiya jarayonida. Tushuntirdim, oson bo'lmaydi deb. Ko'ndirish qiyin bo'ldimi, oson bo'ldimi? Endi Bobur o'zi misol uchun u ham menimcha o'tgan yil keluvdi Londonga. Ko'p kelsa, menimcha o'zlaridan tirikligini so'rab olasiz deydi. Endi Bobur aka kutamiz. Tamam, Bobur yaxshi. Hozir
endi любой yangi joyda oson emas. Menga misol uchun oson emas hozir yangi universitetdaman. Faqat kiryapmiz. 1 yildan keyin Xudo xolasa bu yerda ham rezultatli bo'ladi. Xudo xolasa, bir yildan keyin o'tib yana gaplashamiz unda. Qaytib kelamiz shu mavzularga. Diplomatiya. Nimaga diplomatiya? Nimaga raqamli transformatsiya kerak birinchidan diplomatiyaga? Nimaga buni siz qilishingiz kerak u yoqda? Va siz nimaga diplomatiyani tanladingiz? Tanladingizmi o'zi yo tayinlandingizmi? Yo'q, tanladim. To'xtadim o'zim. Haqiqatda endi hozirgi diplomatiya rektori men juda hurmat qilaman bu odamni. Solovich Safayev bilasiz, nafaqat rektorlar, balki senatda raisi birinchi o'rinbosarlar, polniy shu внешний politika ko'p mavzularda Veteran. Judayam. Men o'yladim, bir ustoz kerak menga. Endi bu yog'iga ko'p narsani o'rganishimga. Birinchi navbatda shu inson bo'lganlari uchun va ular qo'yayotgan muammolar, tikush masalalar, shu challengelarni aytganlarida men aytdimki, endi meni bir shu ozmi ko'pmi kichkina tajribam bilan, bilimlarim bilan bor kuchimni berib, yoningizda turib yordam berishga tayyorman deganman. Ularga yoqdi shu narsa. Rejalarni qilib, ular kelish anaqa tasdiqlab berdilar. Birinchi navbatda bu o'sha Sodiqaga bo'lganlariga. Ya'ni bu insondan men juda ko'p narsani o'rganishni boshladim. Mana oxirgi 2 oy faktiski hozir men sizga aytsam 2 oy bo'ldi mana menejmentda, ya'ni qanaqa situatsiyadan chiqishi, qanaqa situatsiyalardan katta переговорlarda bir anaqa управление qilishi, situatsiyani o'zini tarafiga burish, bunda diplomatiya haqiqatda bu keyingi level, ancha yuqori levelda. Bu narsani men udovlesini o'rganyapman. Bu nafaqat yordam beryapman, komanda olib keldim, bolalarni olib keldim hozir o'zimizni tekushий studentlar, bitiruvchilarni, inhadan razработчиклар, shu har xil programmistlarni olib keldi. Bolalar hozir ular raqamlashtirish bo'yicha yordam berishyapti. Ikkinchi yo'nalish startup ekosistemani rivojlantirish bo'yicha. U bo'yicha hozir mana inkubator ochib, uni bazasida. Diplomatiyani qoshida. Da. O'zi inkubatsiya markaz IT Park bilan bor ekan. Uni hozir biz reanimirovat qilyapmiz. O'shani bazasida как startup garajda qilib Inxada o'tgan ochgandi. Endi bu yerda ham shu narsani akras shu aprel oxirida startup fest qilyapmiz. Zo'r. U yerda hozirgi shu katta bozordagi игрокlarni chaqirdi. Именно startup venture kompaniyalar boshqalarni. Xudo xolasa bu yerda ham shu narsani yo'lga qo'ymoqchimiz. Shuning uchun to'g'risi bu yerda ko'p qilsa bo'ladigan ishlar ko'p ekan. Prinsipi men udovlesini yordam bera olamanmi. Shuning uchun ham mashinga rozi bo'ldim. Ikkinchi sababi. Mana qarang, Inxaga kelganingizda Inxa hali yangi. Startup deylik, Inxa startup deb aytdi. Diplomatiya bu уже incumbent deylik, уже necha yildan beri bor bo'lgan katta monster. Siz buni hozir o'zgartirmoqchisiz. Da. Zo'r. Qanaqa? Men sizga undan ham taku bir sal katta narsa aytaman. Cyber diplomacy, shu raqamli diplomatiyani bo'yicha именно onlayn degree programma ochmoqchimiz. Ajoyib, zo'r. Bu shu вообще boshqa уровень bu. Вообще boshqa уровень bu. Ya'ni tasavvur qiling, diplomatlar asosan ularga eng katta kerak bo'lgan skill переговорlar. O'tirib odamlar bilan har xil munozara, muloqotga tayyor bo'lish. Shu narsani biz VR bilan laboratoriya hozir ustida ishlayapmiz. Ajoyib. O'tirib, har bitta student shu maxsus VR laboratoriyada o'sha anaqalarni, Oculus'larni, VR ochkilarni taqib olib, simulyatsiya qilishi. Britaniya premyer ministri bilan gaplashadi xolasa. Ha. Donald Trump bilan Koreyaniki misol uchun, boshqasi Donald Trump bilan qanaqadir muzokara o'sha davlat spesifikasidan kelib chiqib, bizning davlatda o'ziga yarasha. Bormi bu tajriba boshqa hali ko'rmadi. Hali o'shancha hozir paka o'rganamiz, qanaqa qilsa bo'ladi. Hozir paka ungacha u endi juda zo'r idealniy etapi, хотя бы kompyuterda shuni qilib ko'rmoqchimiz. Ha, kompyuterda qilib, keyin sekin uni VRga chiqarmoqchimiz. Shunga hozir mashina ustida ko'ryapmiz. Ya'ni diplomatiyani u konservativ diplomatiya ketaveradi. O'tada biz nima qila olamiz? Sal smart qilib berishimiz mumkin. Ya'ni u yerda student ID karta sistemasini kiritish, dashbord qilish, standart raqamlashtirish deganda esga keladigan narsalarda. LMS bor, uni takomillashtirib, integratsiya masalalari, misol uchun, ponятно, qilinadigan ish aytyapman. O'rtada startup ekosistema turibdi.
keyingi katta qiladigan ishimiz shu cyber university, online university konsepsiyasini tezroq ochish. O'shaning uchun ham hozir mana shu Londonda anaqa bilan gaplashyapman, Coursera bilan. Hozir yana boshqa universitetlar tajribasi, Birmingham City University bilan gaplashdim. Hammasi tayyor. Vроде bir pilotni qilib, bir ikkita fandan boshlamoqchiman shu semestr xudo xolasa. Mana shu kelayotgan yangi o'quv yilida. Keyingi yil xudo xolasa. Plus Koreyaning proyektlari bor, bu yerda Koykanniki. Yandex bilan proyekt bor. Mana u bilan ham gaplashdik. Keyingi hafta 12 ta odamni Yandex Moskvadagi katta ofisiga yuboramiz diplomatiyada. AI bo'yicha, AI in education temasida o'qib kelishgan. Ajoyib. Hozir keyin Huawei bilan gaplashdik. Huawei bilan keyingi oy qilamiz bitta o'qish temasini. Rektordan katta zadaniya olganmiz, bu постоянно o'qish tashkil qilish shu xodimlar uchun, professorlar uchun, chunki ularni o'ylashini sekin-sekin endi bittada o'zgartirish qiyin baribir. O'ylayotganingizdek o'sha katta kema bo'lib o'ylashgan, uni bir hozir burish qiyin bo'ladi-da. Shuning uchun ham qanaqadir sekin-sekin anaqa qilib o'shani sekin bursa bo'ladi baribir-da. Kichkina haligi bilasizmi, katta paromlarni ayniqsa Panamskiy anaqada ko'rsa bo'ladiki, kichkina kemachalar bu yoqqa tortadi. Bu yoqqa burib qo'yishadi-da. Siz komandir kichkina kemachalar bo'ladi. Ha. Ular как бы o'zini важно anaqa turishadi, chiroyli bo'ldi. Zo'r o'xshatish. Qarang, chuqurroq temalarga kiramiz. Yo'q demasangiz, Muzaffar aka, oliy ta'lim masalasi. Umuman gapni O'zbekistondan boshlaylik mayli. O'zbekistonda oliy ta'limga qiziqish kamayapti degan gaplar bor. Men bitta maqolaga ko'zim tushdi. Diplomat nashriyotida Nigoraxon Saida degan bitta tadqiqotchi, yozuvchi qilgan tahlil bor ekan, o'tgan yil chiqqan. Ko'zingiz tushganmi? Yo'q, eshitdim mana shunaqa. Men silkani qo'yaman. Juda ham qiziq, menga juda ham yoqdi. Statistikalar, odamlar o'zi hatto o'qib yurgan va o'qishni tashlab ketgan O'zbekistondagi studentlar, abituriyentlardan xulosalar olgan va qiziq statistikalar bor. Masalan, 2020-yilda universitetga topshirgan soni qariyb 1,5 million bo'lgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu 895 mingga tushib ketgan. Masalan, yoki hatto boshqa tarafdan oliy ta'lim muassasalari ko'payib boryapti. 77 tadan mana 213 tagacha 2024 raqamlari oshgan ekan. Xullas, qiziq ma'lumotlarni xulosasi sifatida O'zbekistonda oliy ta'limning qadri qolmayapti, ishonch oliy ta'limga pasaygan va bunga sabab sifatida birinchidan mana haqiqatan universitetlarning ko'paygani, saviyasi tushgani, chetga chiqib o'qish imkoniyati paydo bo'lgani va o'zi umuman o'qish shartmi degan anaqani o'rtaga qo'ygan. Bularga sizni fikringiz nima? Tak, birinchi sababi, men sразу aytaman, bu sababi juda очевидный sababi. O'sha 1,5 millionta kiromayotgan odamlar, ular har yili o'sha statistikada bo'lganda, kiromiga o'rishgan ular. Biz kam bo'lgan o'zi kvota. Xo'p, 2020-yil haqida gap ketyapti. Turma, o'sha mana 2020 da ham o'zi 15% ga olib chiqishgan o'sha paytda. O'zi 9% ham chiqmasdi, o'zi bilsangiz, 17-yilgacha. Keyin hozirga kelib уже почти 40% dan oshganda hozir. Ya'ni boqayotgan millionta odam bitirsa, 400 mingtasi точно kirib ketadi deganda. Kiromayotgan, yildan yilga kiromayotganlarning hisobiga o'sha statistika bo'lib kelgan. O'sha yili bitta glitch bo'lganda o'zi odam yig'ilib qolgan. Bittada hammasi bitta kod ochilgandan keyin 2-3 yilda уже hammasi kirib ketgan уже. Xo'p, demak siz при этом o'sha har yili bitiradigan 800 mingta odam hali bor. То есть mana har yili bitirib kelayotgan 800 mingtacha bor, 800 ming, 850 ming mashdan u ko'p oshmaydi o'zi. Va yildan yilga kiromayotgan odamlar bor edi. U ham bir ancha tashkil qilardi, tasavvur qiling endi. Shu ikkita diagramma bor bizda hozir. Faqat 2017 dan ketdi bu yog'iga kvotalar ochildi, soответственно bularingiz o'zi ichiga kirib ketadi-da o'zi. Xo'p, mana bu very obvious bu narsa-da, bitta narsa. Men sizga eng oddiysini aytaman hozirda. Bu bitta sababi. Ya'ni baribir anaqa to'ldi o'zi, ana kiromayotganda ham kirishni boshlashdi. O'zi universitet orzu bo'lmay qoldi. Oldin shunaqa katta narsa edi. Biz ham mana siz esingizda, mana biz ham o'sha paytda bir yilda bir kunda topshirardi hamma. Bu ham hamma topshirgan kelardi. Bitta universitet tanlanardi. Bitta universitet tanlanardi. Hozir 5 tanlaysiz, 2 hafta bo'ladi. Anaqa xolasi o'sha o'zini joylarida topshirishadi. Уже o'tlarda universitet ochilib ketdi. Boshqa hozir situatsiya. Soответственно, конечно, уже anaqa потребностьdan o'sha keyin tushadi-da. Oldindagi kiraman degan anaqalar yo'q-da hozir уже. O'qish kamayadi deyapsiz. O'sha qoldi. O'sha qoldi. Ha.
No, men sizga yana boshqa sababini aytaman hozir. Endi men hamma zo'r demoqchi emasman. Hop. Ikkinchi tarafi bor. Ikkinchi sababi haqiqatda bu bor narsa, ya'ni sifat bo'yicha. Haqiqatda sifat уже bizani bolalar, O'zbekistonliklar уже ko'rishyapti sifat nimaligi. Oldin farqi yo'q edi. Diplom bo'lsa bo'ldi. Qaqillat kirib ketishardi, diplom bo'lsa bo'ldi, amallab bitirib olishardi har xil yo'llari bilan. Hozir уже qarashyapti, akasi bo'lmayapti. Bu diplom ishlasa hal qilmayapti уже. Ya'ni уже anta bilimi bor, shu yerga hal qilyapti. O'qishni boshlashdi, bolalar o'zini ustida ishlashni boshlashdi. Уже bundoq qarashsa, maktabni bitirgan bola ham normal pul topib yuribdi-da. Hech qanday ish kirmasdan. Keyin savol bo'lyapti, men kirishim kerak. Bu universitetda hozirgi situatsiyalar va siz bilan bog'liq emas. В целом aytmoqman sizga, rынок, bozor rыноки pandemiyadan keyin ayniqsa o'sha скажем, IT bo'ladimi, boshqa yo'nalishlarda o'zgardi. Logistikalar kirib keldi. Oldin bunaqa logistika kompaniyalar ko'p bo'lmasdi, kechasi bilan ishlaydigan boshqalar. Dispetcherskiy aytmoqchiman-da. Shuning uchun mana bu yo'nalish bo'ldi. Bu ham bir o'ziga yarasha. Bu faqatgina O'zbekistonda emas bu narsa. Dunyo tendensiyasi. Hozir unga ham kiramiz. Yoshlarning o'zi shunaqa bo'lyapti. Hozir ularda o'sha diplom kerakmi degan, universitet kerakmi degan tushuncha. Hozir buni qarang, mana buni so'raganim sababini aytaman. Kamron mana xuddi sizga Kamron Markaziy Osiyo Central Asia University rektori bilan suhbat qilganimizda xuddi shu savolni berdim. Kamron rektor bo'lishidan oldin savol so'rashgan ekan unga, universitet haqida fikri. Kamron o'sha paytda universitet kerak emas degandi va bizlar bilan suhbat qilayotganda men shu savolni ko'tardim. Universitet kerakmi deganda, rektor bo'lgandan keyingi fikrini berdi bizga. Eshitmoqchi bo'lganlar podkastni ko'ringlar. Rektorlikdan ketgandan keyin so'rang endi. Yo'q, mana siz rektor bo'lgan paytingiz Akmal Paziyev sizga shu savolni bergan ekan. U paytda fikringizni bildik. Hozir mana rektorlikdan ketganingizdan keyin fikringiz. U paytda tushunaman, endi universitet rektorisiz, baribir ham mana diplomatichni boya o'zingiz aytganingizdek javob berishingiz kerak bo'lgan. Hozir hali ham mayli universitetga aloqangiz bor-ku, lekin nima deydi, qo'lda yuragiga qo'yib aytadigan bo'lsa, diplom kerakmi, universitet kerakmi? Universitet kerak, diplom ham kerak. Bo'ldimi? Yo'q. Boshqa kommentariy yo'q. Qisqa aytib ketdim-da, aylantirib o'tirmasdan. Endi aylantiramiz deydi. Ana, musobaqa aytganda, qayerda bitirgan degan savol ham haligacha aktualniy. Qayerda? O'zbekistondami yo umuman dunyoda? Butun dunyoda. Mana misol uchun qanaqadir непонятный universitetning nomini aytgan boshqa, Cambridge Oxford nomini aytsa boshqacha. To'g'ri. Mana sizga aytmoqman, shu qayerda diplom temasida aytmoqmanki, kerakligini. Почему? Haligacha aktualniy bu temada. Agar men misol uchun birdaniga diplom kerak emas deb turgan kompaniya ham Oxfordni bitiruvchisi kelib qolsa, конечно, oladi. Diplom bu filtrlashni bitta yo'li. Ikkinchisi, bu minus narsa deb o'ylaymanki, hozir davlat tashkilotlarida O'zbekistonda haligacha diplomni so'rashadi. Biron bir qat'iy kichkina lavozim bo'lsa ham, men misol uchun shu diplomatiyani misolida ko'rdim-da. Men inxida qarab o'tirmasdim. Diplom bormi, yo'qmi, bitirganmi, institutni qo'yib tashirdim faqat lavozimlarga. Chunki men o'zim ham yosh bo'lganimda o'sha meni rahbarlarim shunaqa qilishganda, ya'ni bilimiga qarab qo'yishgan lavozimga-da. Bu bunaqa qila olmayapman. Обязательно diplom bo'lishi kerak, boshqa protsedurasi juda ko'p. Bu mana diplom kerak. Davlat tashkilotida ishlayman desa, haligacha kerak diplom. Bu shunaqa bo'lib qoladi deb o'ylaysizmi, o'zgaradimi? O'zgaradi. Transformatsiyaga kiradimi bu narsa ham? Обязательно kiradi. Endi umuman agar olib qaraydigan bo'lsa, hozir diplom unchalik muhim narsa bo'lmayapti hozir. Seriozno agar aytadigan bo'lsam, talabalar 4 yil vaqtini sarflashga arziydigan narsami yo'qmi? 4 yil vaqt bu juda katta resurs. Qaysi institut? Bu katta resurs. Cambridge stoit. Diplomatiya bilan qadar bo'ladi. Xo'p, mana qarang, universitetga bog'liqda. Chuqurroq boradigan bo'lsak, o'zi oliy ta'lim nimaga kerak? Oliy ta'lim bu yaxshi ishchilarni tayyorlash uchun kerak bo'lgan bitta sistemami, strukturami yoki umuman odamlarni hayotga tayyorlash uchun, jamiyatda yaxshi a'zosi bo'lish uchun, iqtisodga yaxshi hissa qo'shadigan bir yaxshi fuqaro bo'lish uchun kerak bo'lgan sistemami o'zi nima bu oliy ta'lim?
Oliy ta'lim bu avvalambor yoki просто diplomlarni bosib beradigan bitta fabrikami? oliy toifali mutaxassis tayinlaydigan, ya'ni siz bitta yo'nalishni katta vaqt davomida, o'sha 4 yil davomida siz uni chuqur o'rganasiz shu mutaxassis bo'lish uchunda. Misol uchun data science bo'ladimi yoki bo'lmasam bu yoqda meditsina yo'nalishi bo'ladimi, undan ham ko'proq kerak. Uni ko'chada o'rgana olmaysiz-da, misol uchun. Bu shunaqa yo'nalishlar bor. Uni universitet o'rgatadi faqat. O'zini laboratoriya bazasi bo'lishi kerak. O'tda misol uchun любой bitta kelib qolgan odamni eksperiment qilmaysiz. Misol uchun doktorlar bo'lsa, ularni обязательно o'zini qanaqa laboratoriyalari bo'lishi kerak universitetlarda. Xohlaysizmi borasiz universitetga-da. Chunki men o'zim ham to'g'risi bu oliy ta'lim, oddiy ta'lim unaqa degan narsaga qarshiman. K-12 deydi, misol uchun, 12 yillik Amerikada yoki bo'lmasa 12 yillik ta'lim, kollejlar, bir qanaqadir Koreyan o'zida bir nechta toifa o'tdi, institut, litsey, kollejlar o'tdilar, shunaqa ozgina unaqa bor, oliy ta'lim boshqa. Hozir shunaqa situatsiyaga kelib qoldiki, что hammasi bitta bo'lib ketyapti. Ya'ni maktab ba'zida maktabdan turib ham maktab bolalarini hozirgi ongi, hozirgi yoshlarni o'sha maktab bolalarni ongi hozir ancha продвинутый-da, oldida bular ko'p narsada. Men nazarimda. Chunki informatsiyaga dostуп bor. Mana oldin umuman ta'lim muassasalari, maktab bo'lsin, universitet bo'lsin, odamlar u yoqqa boshqa joydan informatsiya olish imkoni bo'lmagan, u yoqqa borgan, domla bo'lgan, o'rganishgan, resurs bo'lgan, kitob bo'lgan. Hozir уже u narsa yo'q-da. Ya'ni o'shaning uchun ham bu tashkilotlar, muassasalarni, umuman institutlarni vaqti o'tdi degan gaplar bor. Mana to'g'ri. Bu faqat O'zbekistonda emas, va целом aytayapman. Buni butun dunyoda. Ko'zim tushgan bitta anaqa maqola 2040 ga borib universitetlar o'ladi degan bitta maqola bor. Qo'shilasizmi bunga? Qo'shilaman. 2040 da universitet bo'lmaydi уже. Yo, bo'ladi, lekin sal zo'rg'a yuragan universitetlar bo'ladi-da. Mana qarang, men o'zim tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, meni diplomim bakalavr, men jurnalistika o'qiganman, magistratura marketing o'qiganman, lekin men asosiy karyeram finans bilan bog'liq. Men Deloitte ishladim, mana hozir fintechda ishlayapman. Finansiy obrazovaniyam yo'q, finansiy diplomim yo'q meni. Deloitte mana dunyoning katta kompaniyasi, kirayotganda sen finans o'qiganmisan, yo'qmi deb anaqa qilmaydi. Shunaqa fikrlar ham borki, hozir 4 yillik universitet diplomidan ko'ra mikro degree, mikro anaqalar, tam kvalifikatsiyalar bo'lsin, sertifikatsiyalar bo'lsin, 4 yil vaqtni sarflaydigan emas, tam ish bilan birga olib bora oladigan nimalarning qadri ko'payadi. Masalan, yana finans sohasiga qaytadigan bo'lsak, finansiy kvalifikatsiya universitet diplomidan ko'ra ancha obro'liroq, ancha ham industriyada, ham boshqa praktikada obro'liroq hisoblanadi. Borib hamma sohalarda xuddi shunaqa 4 yillik diplom emas, qanaqadir ham kombinatsiya, kurslar, onlayn, offlayn bo'lsin, shunga to'liq o'tib ketadi deb o'ylaysizmi? Shunaqa deb o'ylayman. Baribir hozir bu juda katta biz qabul qilish jarayonidamizda, hali bu narsa qabul qilgimiz kelmayapti-da. Отторжение ketyapti hali bizani ongimizda. IT-da ham ko'p sertifikatlar bor. Mana har xil, demak, Microsoftga, Cisco-niki, Oracle-niki, boshqa kompaniyalarniki bor. Misol uchun katta kompaniyalar ular misol uchun ularga farqli yo'q diplomlarida shu sertifikatdan so'rashadi. Misol uchun qanaqa sertifikating bormi? Ba'zi universitetlar o'sha sertifikatni faniga kiritgan, curriculumiga, o'sha o'quv dasturiga kiritganda, o'sha o'quv dasturining ichida o'rgatadi. Bu juda zo'r sistema. Men o'ylashimcha, universitetlar shunaqa qilish kerak hozir. Nima kerak universitet unda? Men masalan, bilmayman, o'sha Courseradan, ilita Microsoftning onlayn, даже bilmayman, mana Asrum akademiya ochishdi, mana universitet emas. Borib o'sha yerda qanchadan kurs olib, diplomim bor, sertifikatim bor. Hozir universitet bo'ldi o'tam. Universitet bo'ldi? Okay. Karslar bilan, kстати. O'tam misol uchun transformatsiya bo'ldi. Endi sal boshqaroq transformatsiya bo'ldi o'tda. Men endi bu yerda qaraydigan bo'lsa, universitetlarni bari boya aytganimdek, именно chuqur mutaxassis, bu o'sha doktorlar, vrachlar bo'ladimi, meditsina sohasi, injiniring sohasi bo'ladimi, bu quruvchilar, endi mayli bu yerda har xil quruvchilar bor, kimdir arxitektorlar, boshqa kimdir mana IT yo'nalishida ham misol uchun 6 oyda yo 1 yilda kursda o'rganish qiyin-da, bari xohlaysizmi, xohlamaysizmi, uni yillar davomida bir qanaqadir kursda, sizni sohangizda ham SCC to'g'rimi, o'ta asosan. Praktikada mana qarang, u yoqdagi ключевой anaqa nima? Universitetda olib tashlaydigan bo'lsak, mana anaviy sistema nima edi? Maktabni bitirasiz, maktabdan keyin universitetda o'qiysiz, undan keyin siz уже hayotga tayyorsiz, borib ishlashingiz kerak. Bu yoqda nima? Bu yoqda
maktabni bitirdingiz, даже hozir mana maktab o'quvchilarini olishyapti. Maktab bitirish ham shart emas. Ishda o'rganasiz. Ishda o'rganasiz, ish bilan birga siz kurslarni olasiz, boshqa narsa olasiz. Continuous professional development deydi bular. To'g'ri. O'zingizni ham amaliy, ham nazariy bilimingizni oshirib borasiz. Bu yaxshiroq metod emasmi? Ya bu yaxshiroq albatta. To'g'ri aytyapsiz, lekin hozir agar bu yaxshiroq, lekin uzoqni uncha ko'zlanmagan deb o'ylayman buni. Chunki bu временный, bu решение bu. Siz baribir 10 yildan keyin ham o'sha katta kompaniyalar ham baribir ertaga o'z diploming bormi deb so'raydi. Men sizga bitta misol aytaman. Mana bitta bizning bitiruvchimiz bor edi. Bilan otini aytsam xafa bo'lib qolmasmikin? Yaxshi gap aytsangiz xafa bo'lmas kerak, xursand bo'lsa kerak eslaganingizga. U Darxonbek degan bolamiz. Uberda ishlagan. Uberda ishlagan tayyorkansiz. Xafa bo'lmasa kerak, endi yaxshi gapiraman. U bir qaysidir intervyusida aytdi-da. Adashmasam 19-yillarda men bir eshitgandim. Men bitirdim anaqani, imtihonni, lekin diplom olmadim. Yotibdi imtihonda diplom, men kerak emas diplom degandi-da. Keyin oradan 5 yil o'tdi-da. Diplom so'rab keldi. Olim keldi kendi. Keldi-da. Darxonbek qalishda bo'ldim, shunaqa Uberda ishlayib yurdim, anaqaga o'tdim, TikTokga o'tdim. O'tsam, o'tda diploming bormi? Qani olib kel bizga deb aytishdi. Xitoyliklar baram ular boshqa sistema. Mayli, davaychi hozir uni anaqasini yetmaydi. Kстати, mana shu ham bitta tema. Mana gapirib oling, keyin men aytmoqchi bo'lganim, keyin men kuldim, keyin dedim. Keyingi bir o'ziga ham eslatdim. Yaxshi ma'noda aytdim, yomon anaqa emas, bir haligi zlopamit nima, lekin просто kulishdi-da, o'tirib shu temani eslab. Diplom kerak ekan baram. Shu bir diplom burchanyasini qilib, bir chiroyli rasmga tushdi baribir. Olib ketdik keyin. Qarang, o'shani Xitoy dedim, g'arb davlatlari va hokazo madaniyat, kulturaga ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman. Buni anaqasini ham tushuntiraman. Mana o'zi umuman biznesni oladigan bo'lsa, ko'p sohalarda standartlashtirish va individuallashtirish har doim bir-biri bilan kurashib kelgan narsa-da. Mana ishlab chiqarish oladigan bo'lsak, masalan, oldin mana industrial revolyutsiyagacha hamma mahsulotlar odamlarni individual nimasiga qarab bitta zakaz berilardi, o'shanga qarab tam ko'ylak kiyim tikilardi yoki tam ot arava yasalardi yo boshqa narsa qilinardi. Undan keyin standartlashtirish chiqdi. Henry Ford mashinalar konveyer bilan chiqadi. Anaqa kamayadi, odamlarda vыбор kamayadi, no standart. Xuddi shunaqa ta'limda ham, masalan, именно o'sha paytlarda ta'lim ham standartga olib keladi. To'g'ri. Bitta gruppada kelasiz, 4 yil o'qiysiz, bir xil hammaga ta'lim beriladi, bir xil me'yorlar bo'yicha baholanadi va hozir o'shanga qarshi yana individual approach qilish kerak deyiladi. Chunki standart ta'lim, an'anaviy ta'lim bu kreativlikni, adaptatsiya qila olish qobiliyatini va hokazolarni bo'g'ib qo'yadi. Va shunga biza hozir texnologiya boshqa rivojlandi, o'shaning uchun biza an'anaviy maktab tizimi emas yoki universitet tizimi emas, individual, ya'ni o'sha onlayn texnika bilan ta'limni aralashtiradigan bir sistema qilish kerak degan gap bor. Shunga munosabatingizni bilsam, keyin aytmoqchi bo'lgan pointimni aytaman. Universitetlar o'zi bilasiz, ikkita turga bo'linadi. Universitetlar bor shu akademik, faqat shu dars berib, shu industriya bilan ishlashadiki, o'sha industriyani talabini qondirish uchun asosan ular o'sha kompaniyalarni nidiga tayyorlashadi, o'sha потребностiga. Ikkinchi toifa bor, bu research, ya'ni o'sha izlanish, ilmiy izlanish, ilmiy tadqiqot olib boradigan universitetlar. Misol uchun INXda men aytaman, ilmiy tadqiqot yo'q. Asosan bu amaliy o'sha akademik anaqa. No, o'sha baribir boshqa yo'nalishda, misol uchun startap yo'nalishida bor edi. Har xil biznes inkubator, biznesmenlar qilardi boshqa. Endi menimcha shuni ikkitani aniq bo'lish kerak. Men nazarimda. Chunki mana hozir biz ham Cambridgeda 20 ta davlatdan mutaxassislar, ta'lim sohasidagi mutaxassislarni birga o'qiyapmiz va buni Cambridgeda o'sha nafaqat ta'lim, balki shuni ya'ni ta'lim transformatsiyasi, raqamli transformatsiya bo'yicha professorlar, shu necha yillik tajribasi bor bo'lgan professorlar bilan biz suhbat qilamiz, har hafta gaplashamiz. Ular ham shu fikrga kelyaptiki, ya'ni haqiqatda boya gapingiz 40-yilga borib universitetda bu polностью transformatsiya qilinishi kerak. Bo'lmasam aytganingizdek o'ladi, agar hozirgi holatda qoldirsa. Shuning uchun ulardan bitta yo'nalishlardan, bitta решенияларdan biri universitetlarni haqiqatda ikkiga ajratish. Industriyaga yo'naltirilgan ko'proq qisqa muddatda 4 yil kerak emas, 2 yil magistratura вообще kerak emas o'tdi. Agar u
research qilmaydigan bo'lsa, unga особый programma qilib, hozir shuni gaplashamiz, balki 3 yillik, balki qanaqadir kombinirованный 2 yil bor o'zi Koreyada shunaqa narsalarga 2 yil universitetda o'qiydi, qolgan 2 yilini ketdi shu bilan o'sha korxonada ishlaydi, onlayn o'qiveradi. Misol uchun, bu yo'g'i research based. Researchdan kechirasiz, o'tda prям o'tda ko'p narsa qilish kerak. 4 yil kam o'tdi, misol uchun researchga qiladigan, o'tda обязательно magistratura kerak, doktor degan bir unvon narsani biz baribir yo'q qora olmaymiz haligi. Chiroyli haligi kimdir akademiya kerak baribir deyapsiz. Akademiya kerak. Qo'shilaman. R&D kim qiladi bo'lmasam, tadqiqotni bular qilmaydi-yu, bular vaqti yo'q, misol uchun bu toifa. Bu qiladi asosan. Bu bilan birga qiladi baribir, kompaniya zakaz beradi. Соответственно, bizga 2 kilo hali sal shuni ajratib transformatsiya qilishimiz kerak. Oliy ta'lim umuman yo'q qilib, u vazifani tashkilotning o'ziga, biznes bo'lsin bu, xususiy bo'lsin, davlat bo'lsin, odamni maktab bitirgandan keyin kelsin, amaliy tajribani olsin. Bu yaxshiroq emasmi? Yaxshiroq? Hamma sohadami? Yo'q. Meditsina bor masalan. Shunisi bor-da. Nima bo'ladi o'tda? Ko'ryapsizmi? Demak, sohasiga qarab ajratishimiz kerak naviyani. Qarang, mana an'anaviy ta'limni storonniklari, qo'llab-quvvatlaydiganlari universitetlar faqat ta'lim bermaydi, boshqa ko'nikmalarni ham rivojlanishiga yordam beradi. Bu mana tanish bilishlik bo'lsin, networking, to'g'ri ma'noda tanish bilishlik, networking, soft skilllar, mana siz diplomatiya haqida ko'p gapirdingiz, odamlar bilan munosabat qilish, sotsial, ijtimoiy har xil ko'nikmalar va buni odam individual ravishda o'zi o'rganishi qiyin deyishadi. Va yana bitta anaqasi bu, конечно, disiplina. Disiplina masalasi juda ham qiziq men uchun shaxsan, chunki ayniqsa mana Koreya, Yaponiya, Xitoy u yoqlarga qaraydigan bo'lsak, u yoqda iyerarxiya kuchli, disiplina kuchli, qonun qoida ishlash kerak, traditsion odamlar kattalar aytgani gap, o'zingiz bilasiz. To'g'ri. Va bu ta'limga ham singib ketgan, ta'limda bor bu narsa va borib iqtisodga ham singan va bu sistema o'z vaqtida juda ham ko'p rivojlanishga olib kelgan. Yaponiyani ko'tarilishiga, Xitoyni ko'tarilishiga, Koreyani ko'tarilishiga shu sabab deyshadi. Sabablardan bittasi shu deyshadi. Boshqa taraf oladigan bo'lsak, g'arb davlatlarida, Amerika, Yevropa bo'lsin, u yoqda baribir ham ko'proq individuallik, boshqa anaqa kuchli va hozir uni yana o'sha ikkita har xil tarozini pallasida. O'zbekistonga qaytadigan bo'lsak, O'zbekiston mana shu ikkita yo'ldan qaysi birini tanlash to'g'riroq deb o'ylaysiz? Bizga baribir ham o'sha an'anaviy ta'lim, qonun qoidalar, katta avtoritet, kichkinalar bo'ysunish kerak. O'sha to'g'rimi va bu bizani rivojlanishimizga olib keladimi? Yoki baribir ham bizga individuallik va g'arbiy model to'g'riroq keladimi? Biza shunaqa davlatimizdagi bitta tarafi tanlashimiz sal qiyinroq. O'zimizga xos, Holimiz ham, holimiz ham. Biza unaqa hozirgi mana bo'layotgan dunyoda situatsiyalarda ham hech qachon qaysidir tomonni politik ochuqchasiga hech qachon biz anaqa qilmaymiz. Chunki bizaniga влияние qiladigan baribir anaqalar tomonlar ko'pda. Misol uchun balans ushlash kerak, balans haqida gapirdik. Baribirda. Biz har doim biz shu ko'p anaqalarni kesmashda joylashganmiz. Geografik intereslarni. Da. Oldindan shunaqa bo'lganda, hozir ham shunaqa. Bu sizga yoqadimi, yoqmaydimi, keyingi tarafi biz ko'p millatli xalqmiz. Biz faqatgina bitta tarafini o'suvantda boshqa tarafi ertaga bo'lmaydi, misol uchun faqatgina mana o'sha aytganingiz iyerarxiya. Men o'zim to'g'risi ikkala tarafda ham plusi bor, ham minusi bor, o'zingiz bilasiz uni. Uni gapirsa ko'payib ketadi o'ta temada. Shuning uchun biz ikkalovidan ham faqat yaxshisini olishimiz kerak. Yaxshisini olishimiz kerak. Olamizmi? Yo'q. Hozir amalda qanaqa? Hozir paka qiynalyapmiz. Protsessi. Lekin mana hozirgi oliy ta'lim vaziri, men ularni ham juda ham hurmat qilaman. Bular ham xalqaro universitetda ishlaganlar, rahbar bo'lganlar. Ham davlatnikida anchalar rahbar bo'lganlar. Ikkilanaqani ko'rganlar. Prezident ham spesial bilib qo'yganlar mana shu odamni. Ham O'zbekiston temasi, ham Qoraqalpog'iston temasi bo'ladi. Ham juda bir men o'ylashimcha shu sohani prям egasi va ular hozir universitetlarga juda jostki talablar qo'yyaptilar. Sifat bo'yicha, boshqa hammasini eplolmayapti hozir. Bo'lsin, xususiylar bo'yicha litsenziyalarni to'xtatib qo'yilgani уже haqiqatligicha hamma yoq bemalol gachilib ketdi. То есть o'zi yarasha hozir tartibga kelyapti shu narsada.
songa emas sifatga e'tibor berilyapti. Shunaqa bo'lyapti hozirda. Shuning uchun bu ham shu tepadan qo'yilgan Ijobiy tendensiya bor, ya'ni umid bor deysizda. hamma narsa yomon deyish ham Demaylik, yaxshi. Qarang, umuman ta'limdagi transformatsiya haqida gapirganda AI haqida gapirmasa bo'lmaydi. Katta tema, siyqasi chiqqan tema desa ham bo'ladi, lekin baribir ham bu hozir bizani hozirgi kunimizda kelajagimizga juda ham katta ta'sir qilayotgan bir mavzu. Erik Schmidtni yaqinda aytgan bir gapiga ko'zim tushib qoldi. Bir yil ichida AGI, Artificial General Intelligence, уже ko'pchilik top universitetlar, hatto PhD urovendagi mutaxassislarning o'rnini bosadi. 6 yilda Artificial Super Intelligence bu уже dunyodagi hamma odamlarni kollektivniy bilimidan ko'ra aqlliroq bitta sistema o'rtaga keladi deyapti. Ya'ni bu degani уже bizada universitetda bitirib qanaqadir ham mana masalan tashkilot, xususiy tashkilot yo davlat tashkiloti bo'lsin, ertaga diploming bormi, o'zi qo'lingdan ish keladimi, unaqa savollar уже bo'lmaydi, chunki texnologiya hammasini hal qilib qo'yadigan bo'ladi. Bunga qanaqa tayyorlanish kerak? Bunga qanaqa tayyorlanish kerak? Birinchidan universitetlar, ikkinchidan potensial mana ertaga hayotini quraman deganlar. Shu o'tgan yil o'sha vaqtim ancha bemalol bo'lganda, 50 kitob degan oldimga maqsad qo'yganimda, asosan shu AI to'g'risida o'qidim. AI ta'limda AI sun'iy intellekt. Ta'limda sun'iy intellekt, universitetlar 20-50-yiliga borib universitet qanaqa bo'lishi kerak. New Generation Universities degan, misol uchun ko'rsam Arizona State University'ning rektori, prezidenti yozgan kitoblar bor. Next American Universities degan, misol uchun. Biz hamma mana shu anaqalarni o'qiganimda eng bitta qiziq bitta kitob. Men anaqam tortdi, oxirgi anaqa oylarda o'qiganim shunaqa, именно shu tipdagi kitoblar. ChatGPT'ni qanaqa qilib klassda ishlatsa bo'ladi. Yoki bo'lmasam should robots replace teachers? Ya'ni robotlar o'qituvchilarni almashtiradimi? Yoki bo'lmasa shunga hammasini javobida bari o'qituvchilar ham kerak. Baribir bularni transformatsiya qilish kerak. Ya'ni ta'lim hozir shunaqa o'zgaradi. Ya'ni bunda oldin qanaqa edi? Leksiya 50 student o'tirardi. Hozir teskari. Ya'ni teacher centric tirda, ya'ni o'qituvchiga fokus qilingandi. Hozir student centric. Ya'ni o'quvchiga fokus qilinadigan zamonga keldi biz hozir. Ya'ni individual programmalar. Bunaqada bizga albatta AI chilar yordam beradi, qo'pol aytganda. O'qituvchi bitta. Zo'r o'qituvchi bitta har doim. U qanaqa hamma har bitta talabaga o'quvchi yetib borishi mumkin. Bunda AI yordam beradi. O'qituvchi AI kontrol qiladi, to'g'ri dars berayotganini. 30 ta o'quvchiga bitta o'qituvchi emas, 30 ta o'quvchiga har bittasiga aytaylik 3 tadan o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, u yoqda bir 90 ta yoki 900 ta yoki nechta o'qituvchi kerak bo'lsa, o'shani ko'paytirish imkonini beradi. Albatta. Men shunaqa ko'ryapman. Mana shu o'qigan kitoblarimda ham ko'pi shunga fokus qilingandiki, xulosasi shunaqa bo'lyaptiki, o'qituvchilarga AI dars o'tishda yordam beradi. Hozir paka o'qituvchilar qarshi bunga. O'qituvchilar tushunmayapti paka bizada. Umuman nafaqat bizda degan O'zbekistonda aytmayman, umuman ko'p professorlar, mana o'tdim Cambridge'da o'qiyotganimizda professorlar bilan gaplashyapmiz. Kecha University of Londonda professor bilan gaplashdim. Ko'pchilik baribir shunga qarshi, lekin qabul qilyapti sekin. O'tgan yildagi jahon ajotaj emas. O'tgan yil juda katta unaqa bo'lgan, resistance bo'lgan o'qituvchilar, professorlar tomon dunyosidan shu AI dunyosiga qarshi. Hozir уже qabul qilishyapti. Hozir уже uni o'zida manfaatida ishlatishni o'rganishyapti. Уже как ana qo'shimcha assistent, bilasizmi? Normalniy joylar, top universitetlarda odatda professorda assistenti bo'ladi. Hozir assistentlik yo'q уже. Ehtiyoj qolmayapti ularga deyapsiz. Yo'q, ya'ni bunda professor chunki assistent yordam beradi, tam checklistlar qilishda, boshqa mayda-chuyda ishlar bor. Hozir shuni vazifasini shu assistentni almashtirsa, o'rniga, misol uchun, o'sha AI yordamchi bo'lyapti hozirda. Shu mana xavotir borda, AI hozir yordamchi bo'ladi, ertaga keyin уже asosiy ishi bo'lib qoladi. Mana qarang, o'zi haqiqatan AI texnologiyasi nima deydi? Kundan kunga rivojlanib boryapti. Har kuni yangi modellar, har kuni yangi imkoniyatlar, generativ AI bo'lsin, boshqa qanaqa bo'lsin. Ba'zilar ko'pchilik bundan xavotirda, ko'pchilik qo'rqib qaraydi bu narsaga, ba'zilar optimist. Siz qaysi frontdasiz bu yoqda?
man judayam optimist bo'lib qaraman bunga. Umuman qo'rqish yo'q. Bolalarimni hozirdan o'rgatyapman, qanaqa to'g'ri foydalanishi AIdan, ChatGPTdan savol javob qilishi. 7 yosh. Kattam 10 yosh, ikkita o'g'lim bor. O'sha ikkiloviga hozir endi Telegramlar ochib, ko'pchilikchi bizda shu noto'g'ri bo'lgan, bizda umuman sotsiyetlardan, kompyuterdan blok qilib qo'yishadi bolani. Naborot, ularni o'rgatish kerak. Xohladim, xohlamaydim, erta keyin o'sha dunyoga tushib qolsa, qo'liga sotsiyet tushib qoldi, kompyuter tushib qoldi, nima qiladi keyin? O'zini kontrol qila olmaydi. Undan ko'ra lutchi do'st bo'lishni o'rgatish kerak. Ya'ni uni kibergigiyena deydi, uni o'sha to'g'ri foydalanish, boshqacha gigiyena o'rgatamiz bolaga. Nimaga biz bu yo'nalishni o'rgatmaymiz? Endi AI gigiyenasini qilyapmiz. Ya'ni o'sha AI dan to'g'ri foydalanish, cheating emas. O'rgansin, nimadir yozib bersin, nimadir qilsin, lekin shu bilan qanaqa qilib garmoniyada yashashi ham ishini to'g'ri o'zi mana hozir o'tgan yilga qaraganda hozirgi leveldagi o'sha misol uchun AI instrumentlar уже umuman mana bu junior developer kerak emas bo'lib qolyapti. Kod yozib beradi bemalolda. Misol uchun, demak, fikrlash o'rgatishim kerak bolalarimga, kreativni o'ylashi, tam masalaga boshqa tarafdan qarashi. Shaxmat, kстати, yordam beradi razvitiyasida. Ya'ni mana shu tarafdan ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Ota-ona, как o'qituvchi, mana shu ta'lim sohasini vakili sifatida. Bolalarimda endi qo'pol qaytgan eksperiment qilmayapman, lekin harakat qilyapman o'sha o'rgangan, bilganlarimni shularga hozir berishga. Tayyor bo'lish uchun. Tayyor bo'lish uchun. Shuning uchun men bunga qaytanga pozitivni qarayapman. Endi mana AI hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, ko'p sohalarni, уже masalan dasturchilik bo'lsin, boshqa nimalar bo'lsin, AI bilan hal qilsa bo'ladi. Bundan qariyb 3-4 yil oldin O'zbekistonni o'sha vazirlikning axborot texnologiya vazirligi deydi. Mana axborot texnologiya vazirligi strategiya bilan chiqqan, O'zbekistonga ba'zi narsalarni outsource qilish. Hozir u strategiya juda ham amalda ketyapti. Mana IT park juda ham faol ravishda O'zbekistonga outsourcing. Bu customer support bo'lsin, IT dasturlash bo'lsin, bu haqida siz o'zingiz ham gapirgansiz bergan suhbatlaringizda, startup ekosistemasini to'g'ri tayyorlash. Bunga bunchalik hozir ko'p e'tibor berilayotgani bir tarafdan va boshqa tomondan hozir biz aytayotgan AI va texnologiyalarni rivojlanishni hisobga oladigan bo'lsak, ertaga biz mana bu anaqaga erishdik, o'sha dunyo bizga outsource qiladigan urovingga chiqardik O'zbekiston degan paytimiz, o'sha customer service-ni ham, o'sha dasturlashni ham, boshqa narsalarni ham hammasini outsource qilishga o'zi umuman ehtiyoj qolmay qolishidan xavotir yo'qmi? Bu strategiya qanchalik to'g'ri sizni fikringizcha? Endi hozir pakka yaxshi ketyapti. Yaxshi ketyapti. Hali yana o'ylashimcha 30-yilgacha bu narsa kerak hali. 30-yilgacha hali uncha ko'p narsa qattiq o'zgarib ketadi deb o'ylamayman. 40 men gapirmayapman, 30 gapiraylik. Unga 5 yil qoldi o'zi. 5 yil qoldi-da. 5 yil qoldi. Men o'ylashimcha bizani o'sha junior developerlar ham, boshqalar ham kim o'sha anaqa AI o'ylashicha almashtirish mumkin degan odamlar o'sha AI bilan birga ular ham transformatsiya bo'ladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, может быть o'sha AI ishlatib boshqacha pul topishni o'rganishadi. Bu holda qancha hozir biz mana 5 yil oldin boshlangan bo'lsa, ya'ni keyingi 5 yilda, 10 yil ichida hozir odamlar o'sha sohada ishlagan odamlarning ham o'zi fikrlashi o'zi ancha o'zgargan. Hozirgi kun kelib o'zi ko'rishyapti. IT faqatgina bu dasturchi emas. IT sal boshqa sohalar ham akazivtsa, IT da bor ekan, IT da ishlatsa bo'lar ekan. O'sha IT orqali boshqa sohalarda pul topsa bo'lar ekan. Deb o'sha sohaning vakillari ham o'zgaryapti hozir. Ko'rayotgan bo'lsa, tendensiya zo'r ketyapti hozir. IT o'ziga talab ko'paygan. Hech kim endi to'g'ri diplom kerak deyapti, lekin kerak emas deydiganlar ham bor. Bittasi oldinda o'tirib tutsa. Yo'q, men disclaimer. No. Diskussiya bo'lish uchun men qarshi pozitsiyani olyapman. Keyin baribir u odamlar ham ertaga men nazarimda unaqacha ishsiz qolib ketmaydi. Baribir misol uchun tursam agar dispetcher bo'lib logistikada ishlayotgan, outsourceda ishlayotgan bolalar ham уже qanaqadir nafaqat tilni, balki nimadirlarni boshqarishni уже o'rganishyapti, nimadirlarni уже
o'tirib o'sha operator anaqa bilan gaplashmaydida, o'shani agar AI qiladigan bo'lsa, o'sha AI sal yo'naltirib turadimi yo bir ularni transformatsiya bo'ladi demoqchiman. Однозначно, bu hozir bu jarayonni o'tayotgan odamlar bo'lsin, tashkilotlar bo'lsin, unga foydasi bor. Men buni inkor qilmayman. Hatto mana shu sohadan уже chiqib, o'sha Amerikaga borib, AI ni integratsiya qilib, dispetcherlik boshqa Akmal bo'lsin, boshqa qanaqa bo'lsin, o'sha boshqa o'limga chiqishyapti. Va bu albatta shu narsaga fundament bo'ladi. Men bu yoqda ko'proq O'zbekiston o'zini pozitsiyasi tarafidan aytyapman. O'zbekiston o'zini hozir outsource mamlakati pozitsiyasida qo'yyapti va bu uzoq muddat o'ylaydigan bo'lsak, to'g'rimi, noto'g'rimi? Qiyin savol. Endi bilasizmi, hozir ko'ryapmizki, dunyoda o'zi ko'p narsa o'zgarib ketyapti-da. Shunaqa. O'zi nafaqat o'tgan yilga, kechagi narsa o'zi bugunga to'g'ri kelmayapti. Va shundan kelib qaraylik. Davlatlar bor, mana shu outsource'da juda zo'r katta pul topayotgan, birinchi prям GDP'sida katta rol, o'sha BVP'sida katta protsent tashkil qiladigan davlatlar bor. Hozir kecha ular maqtanib yurdi, zo'rdi, bugun ko'ramiz, что aytganingizdek AI orqali yo boshqalar orqali ularni demak shu protsenti ham kamayyapti. Endi bizda ham shu narsa bari xolimizdan xohlaymiz bo'ladi bu narsa. No, aytaman o'sha oldingi 5 yil undan keyingi 40-yilgacha bo'lgan etapni no aytganingizdek hozir o'ylashimiz kerak. Ya'ni hozirda bu savolni o'zi berishimiz kerak. Berilyapmi bu savol hozir? Mendan hech kim so'ramadi. Hozircha men so'radim. Faqat so'radingiz hozir. Demak, men o'ylashni boshlashim kerak. To'g'ri aytyapsiz. Ya'ni ras biz ta'lim transformatsiyasi to'g'risida gapiryapmiz, raqamli transformatsiya to'g'risida gapiryapmiz. Mana hozirgi bo'layotgan bizning Cambridge'da o'qishimizda ham men ko'ryapmanki, professorlar bilan diskussiyalardan haqiqatda o'sha umumiy dunyodagi ta'lim transformatsiyasi jarayoni mana shu narsa siz aytayotgan challengelarni o'zini ichiga oladi. Ya'ni diplom 12 yillik, 4 yil, 2 yil yana boshqalar qanaqa o'zgarish kerak, lifelong learning degan, ya'ni butun umr davomida o'qishi qanaqa bo'lishi kerak, ertaga mutaxassislar qanaqa kerak, boshqa ekonomikaga qanchalik ta'sir, ekonomikaning transformatsiyasi hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni ba'zi davlatlar qo'yayotgan bu har xil tariflar boshqalarni ta'sir qilishi kechirasiz, hozir hech kim prognoz qila olmayapti bu narsani. Dunyo tartibi o'zgaryapti. Ya'ni bu o'zgardi, bu siyosiy bo'lsin, ijtimoiy bo'lsin, texnologik bo'lsin. Albatta, bir-biriga bog'liq narsalar. Bular hozir bitta narsasi men to'g'ri yo noto'g'ri deb aytish sal qiyinroq hozir. Kelajakda amallab javob berdim lekin. Yaxshi chiqdingiz bu haqida. Umuman olganda optimistsiz tushunishim bo'yicha. Shunaqa. Ya'ni 5 yilda hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. 40 yilda universitet bo'lmasa ham bir boshqa shaklda bo'ladi. Qo'rqmanglar. Men nazoratimda hammasi deydi. Muzaffar aka, katta rahmat. Biza gaplashamiz, ko'p tema bor. Afsuski, birinchidan bizani ko'rayotganlarni charchatib qo'ymoqchi emas biza, ikkinchidan studiyani ham ma'lum bir vaqtga olganmiz. Shunga bizani ba'zi an'analar bor. Xo'p. Ba'zi an'analar bor. Bu an'analarning bittasi boya aytganimdek, kitob tavsiyasi. Siz mana o'tgan yil 50 ta kitob o'qidim deyapsiz. Undan oldin ham bilamanki ko'p kitobga sizni munosabatingiz yaxshi deb umid qilaman. Boya gaplarda kitob o'qimaylar dedingiz qancha. Tavsiya bizani ko'rib turgan, eshitib turgan tinglovchilarimizga, tomoshabinlarimizga kitob tavsiya qiladigan bo'lsangiz, nima kitobni tavsiya qilasiz, nima uchun? Bilasizmi, bu mendan ko'p so'rashadi bu savolni. Keyin bitta odam aytdi, men kitob o'qish kerak emas deb ham. Lekin kitob o'qish kerak. Men nazarimda kitob o'qish kerak. Men oxirgi o'qigan kitoblarim bular ko'proq juda ham узкий yo'nalish bo'yicha qisqa shu mana shu IT ta'limda sun'iy intellekt kabi yo'nalishlarda o'qiganman, lekin umumiy katta kitoblardan men sanab o'tadigan bo'lsam, haqiqatda bu kitob roli zo'r. Haligacha yangi editioni chiqdi, yangi nashri chiqdi. Dan Kennedy'ni Жесткий menejment kitobi. Qizil kitob o'zi. Haqiqatdan prям mas degan uzoqdan ko'rinib turadigan kitob. Ya'ni o'sha bilan o'zbekchasiga nima bo'ladi? Qattiq qo'l talabchan boshqaruvda, haqiqatda nimada bo'lmasin, haqiqatda nimada bo'lmasin, bu narsa kerak bo'lyapti. Ya'ni o'sha yerda haqiqatda ko'p narsa ancha oldin yozilgan bu kitob. Yangi talqindan boshqasida ham o'sha yangi keyslar bilan kiritilgan, lekin umumiy konsepsiya qolyaptiki, o'sha boshqaruvdagi qat'iylik, boshqaruvda
talabchanlik. Boshqaruv deganda farqi yo'q. Kichkina 3 kishidan iborat bo'lgan komandani boshqarasizmi? Yoki bo'lmasam 300 kishilik universitetni boshqarasizmi? Inxataka. Yoki bo'lmasam mana hozir diplomatiya 5000 ga yaqin talaba, 4000 dan oshiq talaba tahsil oladi. Ularni bunda o'sha prinsip qoladi. Ya'ni o'zingizga o'sha reja qilib, rejani qattiq follow qilish, uni o'sha ketini nazorat qilish, bergan kimgadir nimadir aytgandan keyin quruq aytdi bo'ldi, shu narsani Xudo xohlasa qilib qo'yadi degan bir ishonib o'tirish kerak emas. Ya'ni buni albatta o'ziga yarasha ko'p o'sha tartiblar yozilgan. Shuning uchun men bu kitobni juda tavsiya qilaman va o'zim albatta 3-4 ta ekzemplar olib qo'yganman. Chunki bilaman keladi, kimdir olib ketadi-da, shu bilan mayli. İçiga kitob qilib qo'yadi. Anaqam bor, pechatim bor. From the library of Muzaffar Jalolov degan. Olib ketgan bo'lsa qaytarib beradi. Barakat olib ko'riladi. Hech bo'lmasa insofi bo'lsa, o'qiganda, ko'rganda shuni esiga tushib qolar kimdan olgan edi. Biza kommentlarga bu kitobni internetda topib, sizlarga silkasini qo'yamiz. Albatta imkoniyati bo'lganda topib o'qinglar. Muzaffar aka bizning boshqa an'anamiz, oxirgi an'anamiz bu har bitta kelgan mehmondan o'zidan keyin keladigan mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Ular bilmaydi kimga savol qoldirayotganini, siz bilmaysiz kimdan bu savol kelayotganini va sizga oldin ham savol aytmaganman. Sizdan oldin kelgan mehmon sizga qoldirgan savoli: hayot davomida foydalanmagan imkoniyatlaringiz natijasida chekkan afsusingiz bormi? Foydalana olmay qolgan imkoniyatlaringizdan chekkan afsusingiz bormi? Men hech narsadan afsuslanmaslikni o'rganganman. Diplomatичный javob. To'g'ri javob. To'g'ri javob. От души deydi. To'g'risi shunaqa. Ya'ni bu universitetda ish bilan, o'qish bilan, oila bilan, o'zim anaqam bilan bog'liqmi farqi yo'q. Demak, nima xulosa qilaman? O'sha payt shu narsa qaror qabul qilishim kerak bo'lgan ekan. Demak, shu narsa nimadir xulosa oldim. Va bu yog'iga shundan maqsad shu nima xulosa chiqarish. Afsuslanish elementini olib qo'yadigan bo'lsa, o'tkazib yuborilgan imkoniyatingizni aytadigan bo'lsangiz, eng kattasi yoki ayta oladigan eng kattasi? Ha, imkoniyat misol uchun endi kattasini agar olib qaraydigan bo'lsa, balki misol uchun hozir o'qishga topshirdim. Cambridge shunda men tushundim, что balki ancha oldin doktoranturani bir zo'r joyda qilsam bo'lar ekan degan. PhD bor sizda, to'g'rimi? Ha, endi vaqtim bo'lmagani uchun men part-time PhD qilganman o'zimizni Messi universitetida. No, to'g'risi ozgina hozir yomonlashib qoldi-yu. To'g'risini aytmoqman-da. No, yomonlash emas, men endi ancha dunyo ko'rganingiz sari, ancha o'sganingiz sari siz ko'ryapsiz, что оказывается, bunaqa narsada o'qish roli, alumni bo'lish qanchalik muhim va ayniqsa top universitetlarda alumni bo'lish bu juda muhim. Shuning uchun men o'ylashimcha o'sha 30 yoshgacha maksimalni bosib o'qib olish kerak, chunki 30 yoshdan 40 yoshgacha asosan odam imijga ishlaydi. 40 dan keyin imij sizga ishlaydi. Shuning uchun ham o'rtada agar sizda PhD biron bir qattiqdir topdan bo'lsa, u 2 barobar lutchi. Shuning uchun sizga menimcha 40 dan keyin ham bemalol anaqasi bo'ladi. Ya, albatta endi bu lifelong learning degan narsa bor. Kimdir diplom kerak emas deyotdi, misol uchun o'qish kerak. Umuman olganda har doim o'qish kerak. Odam 50-60 yoshdan o'qish kerak, lekin endi biza yosh bo'lganingizda hali oilangiz endi hali oila kimdir qurgan, hali qurmagan, mana shunaqa payt vaqtingiz ko'p, mas'uliyatlar kamroq bo'ladi. Mas'uliyat kamroq, pul uncha muhim emas, tam bunaqa paytda o'qib olish kerak-da hozirda. Keyin o'zi vaqtingiz bo'lmaydi o'qishga, normalda tam nima tanlashingiz kerak bor. Boshlaman. Muzaffar aka, katta rahmat. Katta rahmat. Maza qildim. Hamma mehmonlarga aytadigan gapim, lekin haqiqatan gaplashmoqchi bo'lgan hamma narsani gaplasha olmadik va umid qilamanki, mana oldimizga 5 yillik, 10 yillik rejalar qo'ydik va shu 5 yil 10 yillardan keyin ham o'tirib siz bilan bo'layotgan o'zgarishlar, tendensiyalar haqida maza qilib gaplashamiz deb umid qilaman. Otabek aka, sizga ham katta rahmat. To'g'risi o'zi Londonga bir hafta keldim. Shunda ham mana ushlab oldingiz, mana siz bilan kelishib vaqtda juda ajoyib suhbat bo'ldi.
va o'ylashimcha qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qildim. Hamma javobim искренний va o'zim ham to'g'ri siz bilan gaplashib maza qildi. Xudo xolasa mana keyingi vaqt o'tgandan keyin yana bitta suhbat qilamiz. Albatta. Balki keyingi yilga, balki shu yil oxirida o'zgarishlarni siz bilan keyin o'shani shunaqa degandingiz. Solishtiramiz. Maxsus epizod qilamiz. Hozirmi o'ylaysiz, yetsangiz follow up qilib bitta. Shunaqa. Xudo xolasa. Rahmat. Katta rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Mana qisqa grafik quiz juda ham plotniy bo'lishiga qaramasdan maza qildik. Yana kutamiz xudo xolasa. Rahmat. Bo'ldi. Zo'r.